kunida shunaqa Qulpinoyni ko'rganlar bormi? 2025-yil 17-dekabrda mana ustidan Bismillahirrohmanirrohim deb bizdan ko'pchilik so'raydi, Tiflisdagi nima eksam bo'ladi deydi. Video aniq foydali bo'ladi. Gidroponika usulida mana Qulpinoylar qishki kunida yetishtiryapti. Dehqonimiz bilan hozir sizlar tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum. O'rnaklari bizlar oldin nima qilishimizdan oldin yerda ishlaganmiz. Yerda ishlab o'rganib, keyin bu gidroponikaga chiqib, biz uni tavsiya qilamiz. Yana bir sizga savol beramiz. Mana shunday Tiflisda qildik. 1 oy davomida qancha daromad olsa bo'ladi? Net sotik o'zi-bay. Bu yer o'zi 3 sotik. 3 sotik. Yangi qo'ygan tomoni 3 sotik. Ha. Shu 3 sotik o'zida hozir daromad olayotgandim aytadi. Qishki kunida 17-dekabr kunida, dekabr kunida bemalol mana 1 oylikda yem ol 25 dan 30 dan daromad topsa bo'ladi. 1 oyda. 1 oyda ishlar. Videoyimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosamiz. Qulpinoy ko'chati kerak bo'lsa, akamiz nomerlarini qo'yib ketamiz. Qulpinoyning mevasiga ham zaruriyat bo'lsa, Farg'onada joyini ham aytib o'tib ketamiz. Yo'qsa like bosinglar. Videolarimizga Qulpinoyga qiziqqanlarga videoni shunday ulashib qo'yasizlar. Sog' bo'ling.